Biz 21-asrda yashayapmiz-da. 21-asrda ChatGPT, ya'ni Artificial Intelligence, sun'iy intellekt juda ham rivojlangan. Biz uni nimaga ta'limga aralashtirmasligimiz kerak? Ayniqsa readingga juda ham katta foydasi tegadi. Xo'sh, qaranglar, nima qilasizlar? ChatGPT ni qanaqa ishlatasizlar? Masalan, tasavvur qiling, men sizni o'qituvchingizman va sizga reading uyga berib yubordim. Sizga uyga reading berib yubordim, mustaqil ishlaysan dedim. Lekin siz mustaqil ishlash uchun hali darajangiz yetmayapti. Ya'ni savoldagi so'zlarni, sinonimini matndan topa olmasdan siqilib o'tiribsiz, a? Xo'sh, o'shanda shartta ChatGPT ni ochasiz. ChatGPT ga nima qilasiz? Mana hozir slaydda yozuvlar ham chiqadi. Shartta ChatGPT ni olasizda, ChatGPT ga aytasiz. ChatGPT ga readingingizni matnini tashlaysiz, savollarni tashlaysizda aytasiz ChatGPT ga. Menga mana shu matn va savollardagi parafrazlarni har bittasini ko'rsat deysiz. Shunda sizga ChatGPT boyagi savoldagi sinonim bilan xuddi o'shani matndagi sinonimini topib, jadval qilib chiqarib beradi. Ana shu narsa readingda oltinga teng bo'ladi. Ya'ni har doim savoldagi bitta so'zni ko'rganingizda siz sirazu matndagi uni sherigini tanib olasizda, readingni yorib tashlaysiz, ishonavering. Mana qarang, masalan, savolda difficult so'zi bo'lsa, difficultni nechidir xil paraphrase bor-da. Difficult masalan challenging degan ma'nosi bor. Mana ekraningizda ko'rib turibsiz. Complicated degan ma'nosi bor. Tricky degan ma'nosi bor. Mana shularning hammasi qiyin degan ma'noni bildiradi-da. Mana siz bir safar reading yechdingiz, uyishiga difficult, challenging sinonimi deb chiqazib berdi, ChatGPT. Yana so'raysiz ChatGPT ga. Endi mana shuni qolgan sinonimlarni ham berib yubor deysiz. Shunday chiqazib beradi. Daftaringizga sinonim yozib, oxiriga tarjimasini yozib qo'yasiz, bo'ldi. Mana shunaqa qilib yodlab chiqqaningizdan keyin bir oy mashq qilasiz u, yorib yuborasiz reading savollarini mana shu sinonimlar bilan. Lekin ko'pchilik o'quvchilar 1 yillab, 2 yillab, 3 yillab vaqtini o'tkazib yuboradi. Mana shunaqa sinonim qilib yozishni bilmaydi. Natijada oxirida rezultat 0 ga teng bo'ladi. Mana ChatGPT ni qanaqa ishlatishimiz kerak bolalar? Readingda. Ko'ryapsizlarmi? Demak, hozir keyingi yozuvlar ham chiqadi. Mana instruksiyalarimizda aytib qo'yinman, keyingilari ham. Readingda parafraz, ya'ni sinonimlar ustiga qurilgan deganman. Reading ham, listening ham xuddi sinonimlar ustiga qurilgan. Sinonimni bildingizmi 90% urasiz degani readingni. Sinonimlarni siz uyga hech kim aytmaydi-yu. Demak, uyda ChatGPT ni ochar ekansiz va ChatGPT ga savollarni va matnni tashlab berar ekansiz. Va hozir 4-yozuvimiz chiqadi. O'shanda aytganman va ChatGPT dan so'rashingiz kerak. Har bir savolni matndagi parafrazini menga keltirib ber, chiqazib ber deysiz. Vot sizga o'qituvchidan ham yaxshiroq effekt bera oladigan narsa. ChatGPT o'qituvchilarning o'rnini bosa olmaydi hech qachon. Lekin o'qituvchingiz sizni uyingizga borib turib, parafrazlarni ajratib bera olmaydi-yu, to'g'rimi? Darsda ham har doim sizga parafraz ajratib bera olmaydi, har doim reading o'ta olmaydi, to'g'rimi? Lekin sizga har safar reading uyushi berganda, har kuni mana shunaqa qilib o'zingiz shug'ullanursangiz, mana bu miyada critical thinking, ya'ni tanqidiy fikrlash degan narsa rivojlanadi. Ya'ni tanqidiy fikrlash, bitta so'zni ko'rasiz, uni sinonimini shunday matnda ko'rganingizda birdan miyangizda svetcha yonadi. Shunday yonadi. Bo'ldi, mana shu joyi atvet mana deb topib olasiz bolalar. Bu usulni albatta bugundanoq dars qilganingizda, reading yechganingizda qo'llashni boshlang. Darajangiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar.